Gulmira Bahadirova oxirgi paytlari boshim juda ham og'riyapti. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz va qanday dorilar tavsiya etasiz? Juda ham o'rinli savol, Sabinaxon, savolingiz. Bosh og'rig'ini asl sabablari birinchi o'rinda organizm, organlarimiz noto'g'ri ishlayotganligidan dalolat beryapti va signal beryapti. Mutaxassis sifatida men to'laqonli buni signal deb ayta olaman. Bilasizmi, qon tomirimizda qonimiz quyuqligidan va sifati buzuqligidan dalolat beradi bu og'riqlar. Bilasizmi, qancha suv ichasiz bir kunda? Bir kunda 1 litr. Vazningiz 80 kilogramm. Buni aytib o'tdik konsultatsiya jarayonida. Siz 1 litr suv ichyapsiz. Bu suv yetishmovchiligidan dalolat beradi. Chunki 1 litr suv organizmimizga yetmayapti va bu bo'yningizdagi osteoxondroz, ovqat hazm bo'lmasligi, hazm jarayonlarida ham ma'lumot beradi. Va siz buni bosh og'rig'ini qoldirish uchun hech qachon dori-darmon yeyishingizni tavsiya bermayman mutaxassis sifatida. Siz bu og'riqni og'zini yopyapsiz, simptomlarni yopyapsiz, og'riqni sababi bilan ishlamayapsiz. Sizga mutaxassis sifatida men og'riqning asl sabablari bilan ishlashingizni tavsiya beraman. Buning uchun to'laqonli sizga ma'lumot kerak bo'lsa, albatta Telegram guruhimga kirib, bemalol ma'lumotlarni olib, onlayn, offlayn konsultatsiyalaringga yozilishingiz mumkin.